Zararning oldini olish ustidan nazorat, xalqaro sog'liqni saqlash tizimi boshliqlarni yopadi, aksincha oldinga siljiydi. Fransua Pikar Kork Universiteti kollejining biokimyo professori En Murni mamnuniyat bilan kutib oladi. U noyob bundibugyo shtammi bilan bog'liq bo'lgan so'nggi Ebola epidemiyasining jiddiyligi haqida ogohlantirmoqda. Zaire shtammi uchun sinovlar va vaksinalar mavjud bo'lsa-da, professor Mur vaksinalar hozirgi shtamga qarshi ishlashini tasdiqlovchi dalillarimiz yo'q, deydi va sinovlar bundibugyoni aniqlash uchun hali ishlab chiqilmagan. Mur xalqaro moliyalashtirishning qisqarishi global javoblarni zaiflashtirayotganini ta'kidladi. Hakamlar hay'ati o'z da'vosini juda kech topshirganini aniqlagandan so'ng, Musk OpenAIga qarshi muhim da'voda yutqazdi. Dunyoning eng boy odami Elon Musk dushanba kuni sun'iy intellekt bo'yicha gigant OpenAIga qarshi o'zining blockbuster da'vosida yutqazdi. Federal hakamlar hay'ati magnat o'z ishini ilgari surish uchun juda uzoq kutgan deb topdi. Sud jarayoni Silikon vodiysidagi eng qudratli shaxslarning tez o'zgarib turadigan texnologiyaga bo'lgan raqobat ambitsiyalari bilan bir-biri bilan to'qnash kelganini ko'rdi. Kuba AQSh hujumi bo'lsa, o'zini himoya qilishga haqli ekanini aytadi. Kuba prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan hujum bo'lsa, javob qaytarilishi haqida ogohlantirdi, chunki orol harbiy hujumdan o'zini himoya qilishga qonuniy haqli. Bu Tramp orolni egallab olishga ishora qilib, kommunistik davlatga qo'shimcha sanksiyalar kiritganidan keyin ikki davlat o'rtasida keskinlik kuchaygan bir paytda yuz berdi.